Assalomu alaykum Vodiylik uz kanali obunachilari va bizni kuzatib turgan chorva ishqibozlari. Akalar, bugun hammaga foydasi degan videodan endi sizlar uchun chiqarmoqdamiz. Endi bu joyda 30 bosh xunojinda yemga tashalgan ashula haqida endi sizlar yengil chiroyli ma'lumot beramiz. Oldin bu joyda novoslarni boqib, endi chiroyli qilib semirtirib endi sotilayotgandi. Endi bu yangi partiyaga endi xunojin boqib, endi necha oyda yetiladi, endi qancha foyda qilsa bo'ladi degan maqsadda endi xunojinda olib tashaldi. Endi mana shu xunojinlarga endi qanaqa yem berilayotgan, oldin buqalarga endi chiroyli qilib yem berilayotganda, qanchadir oyda yetilayotgandi. Endi bo'lsa bu joyda xunojinlar tashalgan. Shular endi necha oyda yetilishi haqida endi keyingi videomizda sekin video qilib chiqaramiz. Hozir bu xunojinlarga endi qanaqa yem berilyapti, ashlar haqida sekin chiroyli qilib ma'lumot qilib beramiz. O'tgan akamizdan hozir bu joyda yem tayyorlab, aralashtirib qo'yilgan. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchab yuribsizmi aka? Aka, bu oldin novos boqqanman degandingiz. Endi bu xunojin tashalibdi. Endi hozir bu oldin novosga berdigan yemlarni beryapsizmi yo boshqa yemlar boshqasiga aralashtirdingizmi? Yo'q, boshqa qo'yam, novosga boshqa, bularga boshqa beramiz-da. Aka, endi bu nechta aka bu xunojinlar endi yemga tashlaganingiz? 30 ta. 30 ta. 30 ta. Endi aka baribir hammaga qiziq. Endi xunojinda endi qanaqa yem berilyapti, endi baribir endi boqilayotganligi uchun endi necha oyda yetilishini endi keyingi videomizda ko'rsatamiz. Hozir qanaqa hali yem berayotganingizni chiroyli qilib aka ko'rsatib beraverasizmi? Ha. Hop, chuluq. Hop, makkan uni. Un, keyin 5 qop kepak qo'shamiz. 5 qop kepak. 2 kilo deydi hammasi. Hammasi 2 kilo neydi? Ertalab 2 kilo, kechqurun 2 kilo. Ertalab 2 kilo, kechqurun 2 kilo. Boshqa payt yem beriladimi, berilmaydi? Ertalab kechqurun beramiz, xolos, boshqa payt berilmaydi. Ertalab kechqurun. Bu yerda soni 30 bosh xunojin. Hozir mana bu tarafda hali endi yemni o'zi berib yuborgan varianti hozir yoki endi yem beriladi. Aka, bu tarafda yem yeyapti ekan, bu tarafga yem berilganmi? Bu tomonga berilgan, sos bilan birga beramiz baqa. Sos bilan birga beriladi. Chunki yemni o'zi yemaydi to'g'ri. Yemni o'zini yemaydi. Sos bilan qo'shib beriladi. Mana bu tarafda ham xunojinlar bor. Mana. Ko'rib turibsizlar, bu akamiz hozir qo'shqo'rlar ham buqa yemlab boqanlar. Endi hozir sizlarga manfaatli bo'lgan holda mana shu xunojinlarni endi necha oyda yetilish haqida endi o'zimiz endi keyingi videolarimizda oxiri yetilib sotiladigan paytda o'zimiz video qilib sizlarga ko'rsatamiz. Aka, bu hozir yem berilsa, endi agar ertalab berilsa, u kunduzi bilan yana boshqa birorta hashak yo o't solinadimi, solinmaydi? Solinmaydi. Ertalab 7 da beriladi, kechqurun soat 4 da boshlayman. Hech bo'lsa solinmaydi ya bitta. Boshqasini solinmaydi. Kechgacha yotadi. Qancha ko'p yotsa, mana o'shancha yaxshi o'zgaradi. Qancha ko'p yotsa, shunchalik yaxshi o'zgaradi. Bu xunojinlar. Endi hozir bu xunojinlar endi sekin endi yemga tashaldi. Yana agar ba'zi bir kommentariyada yozadiganlar uchun endi necha oyda yetiladi deganlar uchun endi keyingi videomiz agar 2 oyda yetilsa 2 oyda yo 3 oyda yetilsa 3 oyda qilib hozir sanasini ham hammasini chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Bugungi sanamiz hali necha oyda yetiladi deganlar uchun 2-yanvar 2025-yil. Endi agarda mana shu 2 oy yo 3 oydan keyin hozir chiroyli qilib mana shu agar yetilgan bo'lsa 2 oydan keyin yo 3 oydan keyin sizlarga chiroyli qilib video qilib chiqarib ko'rsatib beramiz. Bu xunojinlar ham mana bu tarafdan ko'rinishi mana. Bu ba'zi birlari yosh, ba'zi birlari o'ta katta emas, yaxshi xunojinlardan chiqarilyapti. Aka, bu xunojinlar endi yosh oyligi katta emas ekan endi. Katta emas. Bu biror marta tuqqan xunojinlar tashladingizmi yo tug'maganmi? Bular hali bo'lmagan, Hali tug'magan. Tug'magan, yosh bular. Yosh. Hop, mashina beraman-da. O mana shu naqada nechta? Bularga 5 ta beraman, ayda 6 ta beraman.
Bu tarafdagilarga 5 ta. 5 Nar ta. Chunki tarafdagilarga 6 birdaniga bevay bo'lmaydi-da buni. Sekin Sekin ko'paytiriladi. ha 2-3 bitmaslik kerak. Endi qarab vaziyat qabil o'yadi buni. Mana Bitta ko'ryapsizlarmi? kunta ko'paytirib o'yadi. Mana kun asta sekin ko'paytirib boraveradi. Mana siloska qo'shib beriladi. Agar siloska qo'shib berilmasa, yaxshi yemaydi endi. O'shaning uchun siloska Bu qo'shib shunaqa bo'lishi yo'yadi. sekin siloska qo'shib, siloska ham keyin sekin berilmaydi. Oxiri yem o'zini beriladi. Mana bu taraf hammasi общий hisobda 30 bosh xunojin tashilgan yemga. Ashlar haqida endi yetildi mana shu 2-yanvarda tashilgan qilib sizlarga video syomka qilib necha oyda yetilganligi haqida sizlarga chiroyli qilib video chiqarib beramiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar. Endi kanalga bittadan like bosib, oxirida kommentariya yozib qo'yasizlar.